davramizda xirom aylagan ukalarimizning, singillarimizning ham hech qachon qo'llari dard ko'rmasin deyman. So'zingiz achchiq desam, tubi yo'q gavhar ekan. Siz bergan nasihatlar endichi rohat. Zamonim gul, hayotim gul, totganim lazzat ekan. Beribsiz baxt kalitin, u sabri toqat ekan. Ustozlar so'zlaringiz oltindan qimmat ekan. Hurmatli azizlar, kelingizlar hozirgi bo'ladigan yubiley kechamizning tabrik so'zini, bugungi kechamizning yana bir aziz mehmoni, qolaversa hurmatli akamiz Bahriddin aka Qurbonov davramizda ishtirok etyapti. Kelingizlar, mana shu davramizga bo'ladigan yaxshi bir tabrik so'zini Bahriddin aka Qurbonovdan eshitib qolamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz sobiq o'quvchilar. Mana bugun sizlarning bayramlaring bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Do'stliklaringiz yanada mustahkam bo'lsin. Shu qanday niyatlar qilgan bo'lsalaring niyatlaringni yetinglar. Xonadonlaringda qut baraka, birlik arimasin. Doimo sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat Bahriddin aka bildirgan samimiy tilaklaringiz uchun. Sizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha shogirdlaringiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz baxtiga sog' va omon bo'ling deyman. Axtarganim, izlaganim do'stlarim, qayga borsam ko'zlaganim do'stlarim, davra qurib yuzlaganim do'stlarim, shirin tilak so'zlaganim do'stlarim. Hurmatli azizlar, kelingizlar yana davramizga. Mana bugungi Shadiyona kechamizning ham mehmoni, ham yubiley kechamizning qatnashchisi hurmatli ukamiz, qolaversa Toshkent shahridan tashrif buyurgan, hozirgi kunda o'zining mehnat faoliyatini Toshkent shahrida olib borayotgan Erkinjon Bobomurodov davramizda ishtirok etib turibdi. Kelingizlar yaxshi bir tabrik so'zini Erkinjondan eshitib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar va sinfdoshlar. Bugun mana maktab bitirganimizga 10 yil bo'lgan ekan. Shu 10 yil oldidan kichkina bir bazmchamiz ekan yubileyimiz. Ya'ni o'sha o'qitgan o'qituvchilarimizga, o'sha sinfdoshlar nomidan katta rahmat aytamiz va qolaversa sinfdoshlarga hammasiga ishlariga omad tilaymiz. Rahmat aytamiz. Katta rahmat Erkinjon bildirgan yaxshi samimiy tilaklar uchun. Sizga ham hamisha sog'lik, salomatlik tilayman. Beshigingga o'g'lon bilansin, oylar sendan omad tilansin, g'animlaring kuysin bilansin, ayolingni asragin ilm, beravergin dastagul ilm, ayolingni asragin ilm, yorim deb qo'l uzatgan ham shu, aybing topib tuzatgan ham shu, xorib yo'lga kuzatgan ham shu, ayolingni asragin ilm, yelkasi keng bo'lsin erkakning, kiygani to'n bo'lsin erkakning, ishlari o'ng bo'lsin erkakning, ayolingni asragin ilm. Hurmatli azizlar, kelingizlar yana yubiley kechamizning tabrik so'ziga. Bugungi kechamizning yana bir aziz mehmoni bo'lgan, qolaversa ustozimiz, hurmatli opamiz Hafiz opa Eliyeva davramizda ishtirok etishyapti. Kelingizlar ijozatlaringiz bilan yaxshi bir tabrik so'zini Hafiz opa Eliyevadan eshitib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz
ustozlar, hamkasblar, aziz mana shu bugun kechani nishonlayotgan aziz bitiruvchilar, mana men bugun mana shu stol atrofida o'tirib bundan 10 yilga oldingi voqealar eslab, 15 yilga voqealar eslab o'tiribman. Meni faoliyatimni sizlar bilan boshlaganman. Eslaysizlarmi? Birinchi kelgan vaqtimda ishga 5-sinfda sizlar bilan ishlaganman. Jon dilim bilan ishlaganman sizlar bilan. Hali ham eslayman. Shuning uchun mana bugun kechalaringga keldim. Sizlarga hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Ishlaringga muvaffaqiyat, oilaviy baxt. Ana shunday hamisha bir-birlaring bilan inoq bo'linglar. Yana 20 yil, 25 yil, 30, 40 yil davom etib ketaversin. Mana shunday uchrashuvlaring abadiy bo'lsin. Albatta ustozlarimiz ham sizlar bilan hamisha birga bo'lsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Katta rahmat. Katta rahmat Hafiz opa. Sizning ham hamisha ishlaringizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Kimdir savol berdi. Aytgil Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga, kimga ko'p yaxshilik aylay o'zing ayt, ota onamgami yoxud bolamga? Rasul javob berdi, tingla birodar, gapimni ish bora quloqqa ilg'il, imkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Hurmatli azizlar, kelingizlar yana yubiley kechamizning tabrik so'ziga, yubiley kechamizning qatnashchilari nomidan hurmatli singlimiz Sohibaxon Ro'ziyevadan davramizning tabrik so'zini eshitib qolamiz. Marhamat. Assalom gulyuzli opa singillar, sizlarga qalbi ko'p etaman ta'zim. Siz borsiz daryodek jo'shqin ko'ngillar, sizlarni madh etar qalbim va sozim. Dunyoga kelarkan chaqaloq dastlab, ko'z ochib ilk marta sizni ko'radi, jajji qulchalarin cho'zib siz tomon, eng avval ona deb qalbi uradi. Siz ona, siz opa, siz singil, siz yor, siz hech xonaning yonmas chirog'i, siz sevgi, siz visol, siz baxt, siz iqbol, siz katta ro'zg'orning qalbi yuragi. Baxtliman deyishga bordir haqqingiz, chunki hayot kuldi istiqlol, zira quvonch bilan lim qalbingiz, shu bois vatan tinch, turmushimiz bol. Marhamat. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum. Men uchun eng aziz bo'lgan, dunyo tashvishlarining egnida ortib, hayotning achchig'i chuchugini totib yurgan ustozlarim. Assalomu alaykum. Bolalik chog'ini unutib 10 yil olisga kelgan sinfdosh do'stlarim. Maktab didorini qumsab, ustoz do'stlarimizning didorlarini qumsab yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, biz 10 yilligimizni yubileyimizni nishonlayapmiz. Shu 10 yillar davomida birimiz o'qituvchi, birimiz shifokor, birimiz hisobchi, xullas el xizmatidamiz. Bizga ota-onalarimizdan-da ko'proq mehnati singan ustozlarimizdandir. Ustozlarimiz mehnati singandir. Bu ustozlarimizga hamisha qo'limiz ko'ksimizda ta'zim qilsak arziydi. Minnatdorlik bildirishim zarur bo'lib qolsa agar. Minnatdorlik bildirishim zarur bo'lib qolsa agar, chin yurakdan sizlarga men muborakbod etganman. Bizga hamisha siz bag'rin ochib, ko'ngling ochib yurgaysiz. Taqdiringoh bog'liq bular ularning bir so'zlariga. Men uchun eng aziz bo'lgan sof qalbli, ezgu niyatli, omadli sinfdoshlarimga omad va yana omad tilab qolaman. Hamisha baxt iqbol yor bo'lsin. 10 yil bugun 10 yillik tantanang bugun. Baxting porloq bo'lsin senga sinfdosh yuzing, quvnoq yuzing ko'rib bugun, umring doim uzoqqa to'lsin sinfdosh. Rahmat. Katta rahmat Sohibaxon, sizning ham ishlaringizda hamisha ulkan rivojlar tilayman. Sening nafosating ko'rsin deb olam, Navoiy sarf etdi butun umrini. Kelingizlar yana ijozatlaringiz bilan mana shu davramizning tabrik so'ziga Shalozarjon Qodirovni davraga taklif etib qolamiz.
Shonazorjon ham o'zining yaxshi bildiq so'zlarini aziz ustozlariga, qolaversa do'stlari, yo'l sinfdoshlariga izhor etib, qolaversa mana shu yubiley qatnashchilari nomidan arzimasgina maktabimizga atalgan sovg'alari bor ekan, shularni taqdim etishga, topshirishga ijozat bergaysizlar. Marhamat. Rahmat rais buva. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerda o'tirgan ustozlar hamda sinfdoshlar. Avvalambor shu bayram bilan hammani tabriklayman. Bu bayramni yaxshi o'tishiga tilakdoshman. Yuqorida yaxshi gaplar bo'ldi, shularga qo'shilaman. Shu sinfdoshlar nomidan arzimas bir maktabga sovg'amiz bor edi. Shuni qabul qilib olishlarini so'rayman. Aziz sinfdoshlar, shogirdlar. Ana shunday bir chiroyli gulni biz maktabimizga sovg'a sifatida olganimizdan biz ustozlar juda xursandmiz. Doim mana shu gulday barhayot, chiroyli bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Rahmat. Sizga rahmat. Katta rahmat Shonazorjon. Sizning ham ishingizga hamisha ulkan zafarlar tilayman. Bu oqshom ko'ngillar sururga to'ysin, muhabbat atalmish oq nurga to'ysin, visol degan hisga huzurga to'ysin, dillarda ishvayu nozga to'ysinlar. Shak yo'qdir dillarda dil yonsa aylanmas sevgi sarobga, sharob istaganlar mayli sharobga, navo istaganlar Arık boya ravşigan, yarım kalır kavşigan, yarım kalır kavşigan, yürek dönür kavşigan. Arık boya kızı girer, evlensiz kızı girer, kızız gelir, yalnızın kızı girer. Çökayla uç direk, su kirek, oynanmagan yigitga sochingdan qiz kerak. Arık boyu musulmon